18-22 may sanasi Andijon viloyatining Bobur shahri rassomlar festivaliga mezbonlik qilmoqda. Farg'ona viloyati pavilyonida ham viloyat ijodkorlarining mahoratini namoyish etuvchi ko'rgazma tayyorlangan. Undan gobilen va temir konstruksiyali haykaltaroshlik asarlari namunalari ham o'rin egallagan. Mana bugun shu Andijon viloyatida o'tkazilayotgan festivalga bor ijodlarimiz, namunalarimizni xalqimizga taqdim etish uchun tashrif buyurdik. Men bitta asosan metal konstruksiya yo'nalishi bo'yicha haykallar yangilik yaratdim, yangilik qildim. Hozirda bu ishlarimni boshlanishi, asosan xudo xolasa bundan yana ham yaxshiroq bir ijodiy ishlar qilmoqchimiz. Bundan tashqari kartinalarim bor, kartinalarni ishlayman. Bu yerda Nodir aka, Otabek aka, Lubov Semizor va Malikaxon Boltoyeva ular ham ishtirok etishyapti, ijodiy ishlarni qo'yishgan. Xudo xolasa xalqimizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Prezidentimiz mana shunday rassomlarni e'tiboriga olib, rassomlarga ham shunday katta festival tadbir uyushtirganlardan hammamiz minnatdormiz, hamma xursand. Bunday narsa endi birinchi bor bo'lyapti. Tomoshabinlarga ham sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ijodiy ishlarimizni kelib ko'rishlari mumkin. Bu joy mana hozir yangi bo'lishiga qaramasdan havosi bor, qandaydir zo'r shabodali joylar ekan, adirlik, atrof juda chiroyli ko'rinar ekan. Xudo xolasa yana daraxtlar o'sib, yana keyingi yillargacha juda turistik zona bo'lib qoladi. Biz ijodkorlarda, barcha ijodkorlarga tabiat yoqadi, ochiq tabiat, manzara, maza qilib ijod qilamiz. Xudo xolasa master klasslar bo'ladi bu yerda. Men asosan bu metal konstruksiya yo'nalishi bo'yicha o'zimizda oddiy o'sha bozorlarda, ko'chalarda sotiladigan temir metallari yoki aytaylik qoldiq metallar, o'sha uvol bo'lib ketadigan metallarni men birlashtirib, kerakli joylarga ishlatib, shunday san'at asarlar yaratyapman. Ko'tarinki ruhda boshlangan va 3 kun davom etadigan festival g'oliblarini aniqlash esa nazdimizda u qadar oson bo'lmaydi.